Aga qo'l ochadigan, kaftlariga yuzini surtadigan, shulardan judo qilgan insonni kim suyadi ayting? Faqat xayolida qochib ketaman shu shoxdan, saroydan qochib ketaman deb yurar ekan. Ya Alloh, o'zingga yana tavakkal deb beliga bog'lab bolasini opichib, yarim tunda qochibdi. Tog'u tosh, cho'lu dashtdan o'tibdi. Anhor bo'yiga ketdi, chanqagan. Qo'llari yo'q, suv olib ichay desa, engashib suv ichaman degan ekan, bolasi yelkasidan sirg'alib suvga tushib ketibdi. Bola suvda oqib ketyapti, dod deb yig'larimish. Dod olishga imkoni yo'q, qo'l yo'q. Osmoni falakka qarab, yo Rabbiy, ahvolim o'zingga ma'lum. O'zing qo'lla, Allohim o'zing o'ngla. Alloh rahim va shafqat egasi. Ikkita farishtani odam shaklida yerga tushiribdi. Birlari kelib suvga duo o'qib dam solibdi, suv ortiga oqibdi. Chaqaloq oqib kelyapti, qizni olishga imkoni yo'q. Ikkinchi farishta, ey mas'ul ayol, qo'lingni suvga tiq. Qiz qo'lini suvga tiqqan ekan. Bir payt qo'li kesilgan joyidan kaft va barmoqlar o'sib chiqibdi. Qiz bolasini bag'riga bosib, osmoni falakka qarab, mehribon, rahim shafqat egasi Tangriga shukronalar keltiribdi. Qarasa haligi ikkita farishtalar, odam shaklidagilar ortiga qaytib ketyaptilar. Shoshmanglar, ey yaxshilar, Allohning rahmdil bandalari, sizlar kimsiz? Sizlarni haqqingizga nima deb duo qilay? Kim bo'lasiz? Shunda Alloh amri bilan ikkita farishta shunday deyishibdi: bizni tanimading. Biz seni sadaqa qilgan ikkita kulcha nonmiz. Sadaqa raddi balo deganni eshitmadingmi?